Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bu gul haqida men sizlarga ozgina tushuncha berib o'taman. Bu gullarning ichida eng chiroyli gullardan biri. Bargini o'zi shunaqangi manzara, shunaqangi dekorativ, insonni kayfiyatini ko'taradi. Qarang, qanaqa chiroyli, nafis. Ko'ryapsizmi barglarini? Endi men sizga bu gul haqida gapirib o'tsam. Bu gul rahmatli buvimni gullaridan biri bo'lgan. Bu juda ham katta bo'lib ketadi, daraxtday bo'lib ketadigan gul. Har katta bo'lganda men bu barglari shapaloqday, zo'ntikday bo'lib ketadi. Shunaqangi chiroyli, nafis, juda chiroyli ochiladi. Hozir meniki mana bitta g'unchaladi. Ko'rgan bo'lsalaringiz, mana bittagina g'unchaladi, yonida yana g'unchalari bor. Bu juda ham serqirra g'unchalaydi. Marjon bo'lib mana bu ochiladi. Mana bu g'uncha ochiladida, keyin yana yonidan ochilib, to'p marjonni hosil qilib, mana bunaqasiga marjon bo'lib osilib turadi. Bu gul juda ham chiroyli, qarang. Hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Buni cho'pi bor edi, qurib qolgan cho'pi, kimdandir olgandim. Tashlavoraman deganda, tashlavormang, menga bering, o'shanaqa gulmi deganimda, ha, baribir bu ko'karmaydi degan edi. Men uni olib tuproqqa tavakkal tiqib qo'ygan edim. Qarang, shu darajada ko'karib ketdi. Bo'laman desa hech gap emas ekan, umr beraman desa hech gap emas ekan, ko'karib ketar ekan. Undan tashqari yonidan yana bitta shox chiqargan, mana ko'ryapsiz. Dekorativ shoxlar chiqargan. Yana yonidan yorib chiqdi, mana. Ikkinchi hosili, uchinchi bolasini yorib chiqdi, mana kecha yaqinda, ko'ryapsizmi? Oddiy tuproqqa, shu hovlimizdagi dala tuprog'iga ozgina tuxumni po'chog'ini maydalab solib, 4-5 ta chuvalchang solib qo'yganman xolos. Men gullarga go'ng, chirindi solmayman, chunki go'ng, chirindida qurtlar bo'ladi. Ham go'ng gullar uchun lechebniy emas. Chirindi ham, ular gullaringizni quritib yuboradi. Hech qanaqa oziqaviy qiymati yo'qlardi. Qarang, qanaqa chiroyli. Undan tashqari meni yaxshi ko'rgan gulim mana bu kapalak guli. Buni ham ko'pchiliklaringiz bilsangiz kerak, kapalak gulni, aziz obunachilar. Bu kapalak guli qanaqa gul deyishingiz mumkin. Buni ko'pchiliklar biladi. Kechqurun bundoqqina ko'rshapalakka o'xshab qanotlarini yig'ib oladi. Tong sahardan uje mana bu mamnaqasiga yig'ib olgan qanoti zo'ntikka o'xshab mamndoq ochilib qoladi. Ana shunaqa chiroyli dekorativ gullari. Gullarim rosa ko'p. Sizlarga maslahatim mana shu guldan ko'proq ekingiz. Bular juda chiroyli, nafis. Daraxtday ham manzara, ham gul, ham havolarni tozalaydi, changlarni yutadi o'ziga. Juda ham dekorativ gullarimizdan biri.